Atoqli nemis yozuvchisi Erix Mariya Remark ijodi bilan kitobxonlarimiz asosan uning mashhur Uch og'ayni romani orqali tanishgan. Endi esa sizning e'tiboringizga adibning yana bir betakror asari havola etiladi. G'arbiy frontda o'zgarish yo'q. Bu roman sahifalarida siz oddiy voqeani emas, balki butun bir avlodning fojiasini his qilasiz. Birinchi jahon urushi girdobiga tushib qolgan o'spirinlar, ularning chilparchin bo'lgan orzulari, ruhan ezilgan qalblari va jamiyatdan begonalashgan hayoti nihoyatda ta'sirchan tasvirlangan. Erix Mariya Remarkning o'zi ham bu dahshatni boshidan kechirgan. Maktabni endigina bitirar chog'ida u ko'ngilli ravishda frontga yo'l oladi. G'arbiy frontdagi janglar, og'ir jarohatlar va hatto yarador do'stini yelkasida ko'tarib olib chiqish, ularning barchasi uning qalbida o'chmas iz qoldiradi. Atigi 50 kun, ammo bu 50 kun yozuvchining butun umriga tatigulik, iztirob va haqiqatni olib turadi. 1928-yilda uning G'arbiy frontda o'zgarish yo'q romani gazeta sahifalarida chop etila boshlaydi va shu zahoti butun jamiyatni larzaga soladi. Chunki unda urushning asl qiyofasi yo'qotilgan yoshlar, sindirilgan taqdirlar va befoyda qurbonliklar ochib berilgan edi. Millionlab insonlar halok bo'layotgan bir paytda gazetalarda atigi bir jumla yangraydi: G'arbiy frontda o'zgarish yo'q. Bu naqadar achinarli haqiqat. Bir yil o'tib, asar alohida kitob holida nashr etiladi va jahon adabiyotining eng ta'sirchan romanlaridan biriga aylanadi. Agar Remark o'sha dahshatli urushni boshidan kechirmaganida, ehtimol u inson ruhiyatini bunday chuqur va haqqoniy tasvirlay olmagan bo'lardi. Ushbu asar bu shunchaki kitob emas, bu urushning asl yuzini ko'rsatadigan, insoniyatni o'ylantiradigan, qalbga yetib boradigan haqiqatdir.